الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün bizden kelgen dersimiz bolsa Allame Kuduri rahimahullah, yani Hanefi mezhebinin en mu'temed ulemalarından boğan, en işencilik Hanefi mezhebindeki yani ayah deyimiz, ayah yani katta alametlerden boğan imamlardan biri Allame Kuduri rahimahullah yazgan Muhtasar el-Kuduri deb el-Kitab deb nam ağan kitap deb nam ağan kitapni Kitab-ül Buyu' diye yer kelgan. Kitab-ül Buyu' yani Savdo Setqning kitobi degan. Endi şu Savdo Setq kitobidan biz ikki bab o'qib bo'lgan edik. Yani biri bab Xiyarul Ru'ya, yani biri Xiyarul Shart o'qib bo'lgan edik. Tamam? Endi bugun kelganimiz Xiyarul Ayb. Biz Savdo Setq ikki odam Savdo Setq qilgan vaqtida har ikkinisi olg'uchi, sotquchi o'zaro rozi bo'lishib, qo'l qiqishib ketgandan keyin bularning Savdoda yenishish huquqi bo'lmaydi. Bunun yenilish huquqi olmaydi. Uniki yandırıp bile yani bu yeni olanmaydı, umu yeni olanmaydı. Satqıcı mı yeni olanmaydı, ağıcı mı yeni olanmaydı. Qaytarıp berilmaydi, qaytarıp alışılmaydı. İlla ki pakatlam şart itib olgan bolsa, mening 3 kun geçe, men 3 gün geçe eğer meniki maslahatim özgürlep kalsa, bu malni men qaytaraman deb ya algıcı ya satqıcı şart etken bolsa qaytara alaydı. Bil. İkincisi Xiyarul Ru'ya, malni ko'rmay turib olgan bolsa. Malni ko'rmay turib olgan bolsa, malni ko'rgandan keyin bu asli deyishgandek chiqmasa mal, uniki deyishgandek bo'lmasa qaytara oladi. Uchinchisi bugun kelganimiz bo'lsa, malda ayib chiqib qolsa. Malni olgandan keyin qarasa malda ayib bor. Malda ayib bor bo'lib qolsa, shu vaqtida malni qaytara oladi. Yoki pulda ayib bor. Pulni olganda pul saxta. Pul saxta chiqib qoldi yoki mal ayibnak chiqib qoldi. Shu vaqtida ya qaytara oladi. Endi bugungi mana ayib bor holati. Buniki holatlari o'xshamaydi bir az, shu o'xshamagan yerlarni biz deymiz. Oldi bilan Musannif rahimahullah al-qadiyatul ula. Birinchi masala al-aybu fil mabi'. Maldi satilgan maldiki ayib masalasi. İza tala'al mushtari ala aybin deydi. Qachonki malni setib olg'uchi malda biror ayibni ko'rib qolsa, ittala degan ko'rib qolsa degan gap. Malda biror ayibni ko'rib qolsa, mana bo'lgandan keyin fil mabi'i malda fa huwa bil xiyar. Bu ixtiyor bilan bo'ladi. Bunda ixtiyorlik, ikki xil ixtiyor bor. In sha'a akhadahu bi jami'i thaman. Agar qolsa, u malni deyishgan butun pulga oladi. Masalan, bir mashinani 10 ming riyalga deyishgan bo'lsa, bir mashinani 10 ming riyalga deyishgan bo'lsa, agar mashinani keyin tekshirgandan keyin pas qiladigan, tekshiradigan ustalar, muhandislar, injenerlar bunga bu mashina saq emas ekan degandan keyin o'zi qarablanma buzuqkan degan bo'lmaydi. Cho'qim buni shu mutaxassis, fanniy odamlar, shuni biladigan odamlar baholab berish kerak. Bu yaxshi emas ekan degandan keyin buni ikki xil ixtiyorlik bo'ladi. Biri agar xolisa shu 10 ming riyalni hammasini bilib oladi. Va incha aradda agar xolisa uni qaytarib o'tadi, egasiga qaytarib beradi. Pulimni qaytarib bering, meni mashinada mashina egasiga qaytarib beradi. Endi bu yerda tamam normal masala ekan desa, va laysa lahu uning ayyumsikahu malni ayb qilib, uni kenidi va ya'khudan nuqson. Ya'ni va ya'khudan nuqson degani ya'ni ayyunqisa si'rahu degan bo'ldi. Ya'ni ayyunqisa si'rahu degani yani maşinenin bahasını 10 milyardan 9 milyarga tushirish huquqi bo'lmaydi. Mashinada ayib chiqib qoldi. Ya agar qolsa, mashinani nima qiladi? Deyishgan 10 milyar pulga oladi. Agar qolsa, yandurib beradi. Lekin uni men deyishgan 9 milyar beraman, milyarni bermayman deyolmaydi. Buni bilish kerak. Ya'ni dastlab agar qolsa, shu aybi bilan oladi deyishgan pulga. Agar qolsa yanduradi. Shariatniki. Ha, shu. Endi ikkinchi masala, xo'sh.
فكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في صغير ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ والبخر والدثر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام. خوش أمد شكني مسألة الثانية شكني مسألة ضابط عيوب السلعة أمد السلعة دي malның ayıplarının kaydı kulliyesi. Dabit diyen kaydı kulli. Yani kanda olsa mal ayıpnak bu diyen kaydı. Kanda olsa mal ayıplik mal iken deyimiz diyen kaydı kulli. Bu kaydı kulli şu kaydı kulliye ne bekliyordu? Devamlı kullu diyen söz geliyordu. Kaydı kulliye kullu diyen söz geliyordu. Bunu kaldığımız yatlı olalımız. Yat. Bir kaydı kulliye bir için salalayımız. Bir için şunu udulayalayımız. Mesela ve kullu ma evcebe nuqsane themeni fi adeti tüccar fehuve aybun. Hada huvel kaide. Kaide kulliye hina kullu ma evcebe nuqsane themeni fi adeti tüccar fehuve aybun. Yani ticaretçilerin adeti de, adeti normal adamlar olmaz. Ticaretçiler, savdogarlarning adeti de pulning yani bedel, pulning kemiyip gitişini vacip kılgan dersinin hammasi ayıp hesaplanır. Mesela mavi bir kutu su, mama bir kutu su. Bir riyal deyimiz. Eğer bu kutuda mesele çıkan olsa savdogarlar bunu bazarda 20 riyallık bahasını düşürüp satıdı. Bahasını bunun da mesele var da hep 20 riyallık düşürüp satıdı. Yani muşunda bahasını bazarda savdogarlar düşürüp adetlenip kelgen. Savdogarlar düşürdüğün dersen mesela düşürüşke sebepçi olan dersin de batılıdı. Ayıp da batılıdı. Eğer o derse savdogarlar bazen derslerde azıcık anda yanında işte bulurdu lakin seti veriyordu. Okşaş bağı seti veriyordu karşılığı kalsa bu ayıp hesaplanmaydı. Bu adamın ağa adamdaki ayıp digini hesap kılınmaydı. Fakat şu bazardaki ticaretçilerdeki gibi şu örf adet küçük iyi bunun da. Onun için mesela maşinin bozuk emeskini kim bildi o binge adam emez rımını çok gösteren gibi yani maşine mühendisiga mühendis bunun mesele bakan degandan keyin ana küçük iyi. Qaraplamada qarab bu maşini bozukkan degan bo'lmaydi. Yani hammasini ish ahli. Shu narsaniki buzuq yoki sog'lom emasligini biladigan ish ahli buningga diagnoz qo'ygandan keyin ayıplik yoki ayıplik emasligini nima qiladi? Ma'lum bo'ladi. Bu birinchi qoida. Endi mesela misal keltirib turibdi bizga misal. Endi bu yerda bor keladigan misollar hozirgi zamonimizda yo'q. Hozir bizga qul masalasida misal keltirdi. Qul degan narsa hozir qulluq tuzum yo'q. Qul yo'q. Lekin fiqh kitobida ko'pincha qul masalasi bayon qilinadi. Chunki bu fiqh kitoblar tuzilgan vaqt degan qulluq zamoni degan nayt ko'p. Musulmonlar nayt kuchli. Kafirlarni ishqalasini elib kafirlarni musulmon bo'lmasa qul olib kelgan qul degan ko'p. Bunda zaman. Sotib. U qul degan ham xuddi bir mashinaga o'xshagan narsa. Qo'y, ot, kalaga o'xshagan narsa. Yani ularniki otishadi, olishadi, sotishadi. Shu soatda siz hayron qolsangiz bo'lmaydi. Agar hozir ham yana qulluq tuzum bo'lib qolsa, endi shundoq bo'ladi tabii. Biz ehtiyojimiz bo'ladi. Shu hukmlarga ehtiyojimiz bo'ladi. Payg'ambar zamonidan bo'lgan u ish. Yani azat qilish uchun qul kerak. Hozir azat qilaman, qul azat qilaman degan savobni olay desa, u savobni hech kim ololmaydi hozir masalan. Qul yo'q. Ba'zilar deydi, turmadagilarni azat qilsa bo'ladi deydi. Vallohu alam hamda uni qulga o'xshamaydi, u turmadagi odammi? 100% qulga o'xshamaydi. Masalan, qulning bolasi ham qul. Bolasining bolasi hammasi qul. U avlodi qul bo'lib ketadi. Bunda gap. Turmadagi odamning bolasi azat taladi yuradi. O'xshamaydi. Shunday gap. Endi bu yerda bizga gapiradigan masala vel ibaqu vel bawlu fil firashi. Endi qechib ketish. Bu zamonda qullarda qechib ketishda bir ayib bor ekan. Mesela ba'zi qullar xo'jayinisining uyida turmay qochib ketadigan boshqa yerga. Buni payg'ambar alayhisalom cho'ng gunohning qatoriga tiqqan. Ya'ni xo'jayinisining qochgan qul yenib kelmaguncha buniki Alloh taolo buni kechirmaydi degan masala. Bu ig'ir gunoh, jinoyat. Lekin ayib tamdi bu, ayib. Vel ibaqu, ya'ni qochib ketish, vel bawlu fil firash, ko'piga siyib qo'yish. Yotganda ko'piga siyib qo'yish. Qul. Qul. Va sariqatu degan o'g'irlik qilish.
o'g'irlash degan ma ishlar aybun fis sagir ma lam yablugh. Balog'atga yetmagan muddatcha kichik qulda ayb. Kichik qulda, qul kichik bola bo'lsa, balog'atga yetmagan bo'lsa, bular ayb hisoblanadi. Endi mana jumla oxirigacha o'qiganda ma'ni chiqadi, jumla tugamadi. Fa iza balagha falaysa zalika bi'ayb. Agar balog'atga yetsa, bu ayb hisoblanmaydi. Hatta yuavidahu ba'dal bulugh. Taki shu o'g'irlik yoki ko'piga sevib qo'yish yoki qichish degan shu ayblarga balog'atga yetib bo'lgandan keyin qayta shuni nima shug'ullanmoqcha, qayta shu ishlarni qilmoqcha bu ayb hisoblanmaydi. Bu nima degan gap? Buni tushuntirishga ehtiyoj bor gap bu. Ya'ni masalan bir odam tushuna oladimi? Ya'ni buniki kichik vaqtida asli qoida bo'yicha ayb bo'lmasi kerak bo'lgan ish cho'ng bo'lganda nima ish ayb bo'ladi? Kichik vaqtida ayb bo'lmasi kerak, cho'ng bo'lganda ayb bo'lish kerak-ku desa, chunki men demoqchi o'g'ini holatning biri bo'lishi kerak deydi. Ayb hisoblanishda holatning biri bo'lishi. Bu holatning biri bo'lish degani nima? Ya'ni bir odam bir kichik qulni setibdi. Bu qulni olgandan keyin qul ko'p kichik bola ekan, sipati ekan, o'g'irlik qiladi ekan, yoqishib ketadigan bo'lsa, shu kichik holatida, shu holatda buni yondira oladi. Egisiga mana kesilib ekan buning, ayb ekan deb yondirib qo'yadi. Ammo bu kichik chig'ida apti o'qulni. Kichik chig'ida ilib bu egisi sotgan odamning yanında aynda qiladi ekan. Lekin bu qul kelib ma setilg'uchiniki yeniga qo'liga o'tibdi. Setilg'uchining qo'liga o'tib bu qul balog'atga yetibdi. Balog'atga yetib cho'ng bo'libdi. Cho'ng bo'lgandan keyin bu nima aslidagi kichik chig'ida qilib qo'ygan ishni deb yondirilmaydi. Nima? Setvoqchi burun bu ishdan septikan, burun o'g'irlik qilgan, burun qochibdikan deb bu ilgari qilgan ishini bana qilib, dalil qilib bu qulni qaytarolmaydi. Qachon taki bu agar mush odamda kichik chig'ida o'g'irlik qilgan qulni ilib, cho'ng bo'lganda ma'lum qulda o'g'irlik qilsa qaytarolmaydi. Katta bo'lgan vaqtida buningga endi o'g'irlik qilsa qaytarolmaydi. Chunki aning qulda chaqda qul kichik bola edi. Ma'lum qulga yetganda balog'atga yetdi. Uni qaytarolmaydi buni. Buni qanday qaytaradi? Buni qaytarish uchun yoki kichik chaqda shu anında oldi qulni, uni keladi mana kichik balog'atga yetmagan holatda, ya'ni mana yangi o'g'irlik qilgan bo'lsa, shu chaqda qaytara oladi. Yoki cho'ng holatda oldi, cho'ng holatda aning endi o'g'ri, uni keyin mana yangi kelib yine o'g'irlik qilgan bo'lsa, cho'ng holatda yine qaytara oladi. Tushundingizmi? Chuqur bir xil holat bo'lish kerak. Ya kichik holatda uni endi o'g'irlik qilish, buni endi o'g'irlik qilish kerak. Va cho'ng bo'lgan holatda uni endi o'g'irlik qilish, buni endi o'g'irlik qilish bo'lish kerak. Ammo kichik holatda ani qilishda o'g'irlik qilib, uni ma'lum kelib o'g'irlik qilmay, o cho'ng bo'lib qolganda o'g'irlik qilsa, va problem bo'ldi. Bu o'g'irlik qildi, sizga bu kichik chaqda o'g'irlik qilgan, siz menga demak etibsizkan, keyin cho'ng bo'lganda men de o'g'irlik qildi deb yandirish huquqi bo'lmaydi. Men tushundingmi? Ma'diki ibodatni shunday o'qisa siz deganda gap chiqadi. Ya'ni kichik chaqda bir yerda o'g'irlik qilgan bo'lsa, u cho'nglab taki shu o'g'irlikni qayta qilmoqcha yandirish huquqi yo'q. Cho'ng bo'lgandan keyin shunday bir o'g'irlik qilsa yandirdi desa, odillik qilamdi bu. Bir bolaning kichik chaqda o'g'irlik qilgan, cho'ng chaqda o'g'irlik qilgan o'xshash hukm bo'lamdi? O'xshamaydi. Kichik chaqdagi degan aqlsizlik, hamisha qildi kichik chaqda. Cho'ng bo'lgan chaqdagi hukm boshqa. Cho'ng bo'lganda aqli bor uning. Aqli bor qiladi. Demak, kichik chaqdagi aqli yo'q chaqdagi qilgan bilan balog'atga yetib bo'lgandan keyin aql to'shqan chaqdagi qilgan o'g'irlikning hukmi o'xshash emas ikkisiniki. Anladın? Şuna haletinin bir buluşu degan bu şeyni. Tushundingmi? Qul agar musulmon bo'lsa, endi xo'sh. Val bakhru va dafaru aybun fil jariya. Bakhru degan bakhru deganimiz didakning eg'izidan chiqadigan ses qiporoq. Didak degan ayol, qiz qo'l. Shu didak cho'raning og'zidan ses qiporoq chiqadigan chiqib qolsa va dafar degan qo'ltiqidan ses qiporoq chiqadigan qo'ltiqdan chiqib qolsa, bu aybun fil jariya degan bu didak cho'rilarda bu nima ayb hisoblanadi. Nima uchun desa, chunki didak cho'rilar degan nima uchun? Istifrosh uchun. Istifrosh uchun. Nimaga oladi didaklarni odamlar? Uni didaklar degani ish xolisi tamoq etadi, xolisi istifrosh qiladi. Xotin qiladi ya'ni.
Xolis xotin qiladi. Xotin qiladigan odamni og'zi ses qilib qolsa, qo'ltiqlaridan ses qilib chiqsa, buningga ya'ni asosiy maqsad buning bo'lgan matlab muddao murad hosil bo'lmay qoladi. Shuning bu ayib hisoblanadi. Ya'ni ayda bo'lib qolsa, ya'ni qaytara oladi. Ikisiga bunda chiqib qolib qaytarish huquqi bo'ladi. Va laysa bi aybin fil g'ulam. Endi ig'izni purab qilish, qo'ltiq purab qilish degan g'ulamda, ya'ni o'g'il qulda nima ayib hisoblanmaydi. Chunki uni istiprash emas, o'g'il g'ulamni istiprash qilmaydi bir şey. Nimaga oladi? Ishlatadi. Kuta uni to'shu buni otqa o't sog'in deb shuni baqadi. İlla ayyakuna minda. Lekin endi bu ig'izni purash yoki qo'ltiq purash degan bu purash kisel sabab qilib qolsa, masalan, ya jigar kesili ekan masalan. Ichida bir kisel bog'lab, purab qolgan bo'lsa, kisel buningga sog'lomlikka ta'sir yetkazgan bo'lsa, shu chaqda hisob qilinadi, ayib hisoblanadi. Endi va zina va valadu zina aybun fil jariya dunal g'ulam. Endi zina qilish, zina qilib qolgan bo'lsa, zina yoki zina qo'ning balasi bo'lib qolsa, bu didakda ayib hisoblanadi. Chunki didak deganni xo'jayin xotin qilish uchun oladi balki. Xotin qilish degan maqsad bor. Buningdan tug'ilgan bola xo'jayinning bolasi bo'ladi. Tug'ilgan bola xo'jayinning bolasi bo'ladi. Xo'jayinning bolasi agar zina qilib qolsa, xo'jayinniki nimasiga, obro'yiga sat turadi. Ya'ni bilga agar zina bolasi bo'lib qolsa, bu xo'jayinning bolasini madam nima deb, sen zina bolasining bolasi deb keyin boshqa odamlar buni haqoratlaydigan, ko'zga ilmaydigan, ayiblaydigan holat kelib chiqadi. Shuning uchun zina yoki zina bolasi bo'lib qolsa, buni qaytara oladi xo'jayin. Ya'ni egasiga qaytirish huquqi bo'ladi. Dunal g'ulam, g'ulamsiz. O'g'il qul bunga o'xshamaydi. O'g'il qulning ishi uni bizga xotin qilib olmagandan keyin bu zina bo'lsa-lamto, yo zina qilmalamto, undan bu ishi yo'q. Uni yandira olmaydi deydi. Xo'sh. وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البيع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البيع أن يأخذه بعيبه وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبيع أن يأخذه. Xo'sh, endi 3-masala. Al-mas'alatu thalitha al-aybani fil mabi'. Endi malda, sotilgan malda 2 ayib chiqib qolibdi, 2 ayib. Bir ayib sotuvchining qo'lida, bir ayib sotuvchining qo'lida. Buni masalasi qanday bo'ladi? Va idza hadatha 'inda al-mushtari aybun. Malni sotuvchininki yanada malda bir ayib paydo bo'lib qolibdi. Sotuvchi odamning qo'lida bir ayib paydo bo'lib qolibdi malga. Thumma tala'a ala aybin kana 'inda al-bandikin bu unda sinchilab yaxshi qarasa malga sotuvchining yanada buningda yeni bir ayib bayqabdi. Yeni bir ayib bor ekan. Sotuvchining qishida bu koni ayibimiz bor ekan. Malni sotgan sotuvchining qishida ayibnak bo'lib bo'lgan koni bir ayib bor ekan. Demak malda 2 ayib bo'lib qoldi. Buni hukmi qanday bo'ladi? O'xshash ilgirga o'xshash bo'lamdi. Ya'ni abirlam xolisa, yandira oladigan xolisa, pulni hammasiga ola oladigan bo'lamdi. Buni endi 2 bo'lamdi desa, falahu ay yarji'a bi nuqsanil aybi. Ma'no o'xshamaydigan bir tarif bu. Falahu ay yarji'a bi nuqsanil aybi. Yani bunun ayibning nuqsonini qaytarib olish huquqi bo'ladi. Ayibning nuqsoni degani nima? Ya'ni 10 ming riyallik narsa bo'lsa, masalan, ayib chiqib qoldi deb 1000 riyallikni elib o'tib 9 ming riyal pul berib 1000 riyalni yandirib elib oladi. 1000 riyal pulni qaytarib elib olish huquqi bo'ladi masalan. Bu ayib oluvchini olgandan keyin chiqadi. Olgandan keyin chiqyapti. Endi lekin o'xshamasdir bu yerda desa bu yerda vala yaruddul mabi'a. Lekin malni qaytara olmaydi. Malni qaytara olmaydi. Malni asl egasiga qaytarib pulni kamol ola olmaydi. Faqatla 1000 riyal yoki o'zi xohlagan bo'yicha shu kelishib shuningki aybiniki tushib ketgan bahosini shuni qaytarib ola oladi. Mumkinmi yo olish hukmiga egami? Vala yaruddul mabi'a illa ay yardal ba'i'u ay ya'khudha bi'aybihi. Endi bu malni yandira olmaydi lekin. Malni sotuvchi qaytara olmaydi. Faqatlam sotuvchi bo'libdi mayli. Pulingizni qaytarib beraman, ayb bilan olay deb sotuvchi rozi bo'lib qolsa mayli. Sotuvchi o'zi rozi bo'lib, bo'pti olay malni, ayb bilan olay deb qolsa mayli, lekin sotuvchining malni qaytarish huquqi bo'lmaydi.
Faqatlam shu 1000 riyal eybining haqqini qaytarib ola oladi. Xo'sh. Üçüncü mesele deydi ve in qata'al mushtari as-thawba. Agar bir adam raq do'koniga kiribdi, raq do'koniga, bunda raq. Raqni bilasizlarmi? Bu kiyim emas. Raq. Material. Material, gaz. Allah. Ha, Ha tamam şu gaz nima deylamda bo'libdi. Ha raq gazlimi do'koniga kirib, menga 2 metr raq kerak debdi masalan. 2 metr raq kerak deb uni kesibdi qochida. Kort kesibdi. 2 metr raqni kesib menga olibdi. Favajada bihi ayban. Shuni ular raqni kesib olib bo'lgandan keyin favajada bihi ayban. U raqda aybni bayqab qolibdi. Raqniki ya nachar, tigi nachar, ya raqda tushukwa, bir ayb bor. Bu raja'a bil aybi. Mahalatda mush ayb bilan nimani qaytarib o'talaydi. Malni qaytarib o'talaydi. Raja'a bil ayb degan gap, mush ayb sabab bilan malni egasiga qaytarib beradi. Ve in khatahu ev sabagahu ev latta sawiqa bi samnin. Agar u raqni apib berib ko'ynak qilib tikib bo'lgan bo'lsa, xatahu degan. Ko'ynak qilib tiktirib bo'libdi. Yoki sabagahu degan burungi zamonda raqlarda rang yo'q ekan. Burungi zamonda raqlar hammasi bir oq keladi ekan. Xoliga odam qizil, xoliga odam yashil, xoliga odam qora rangda bo'yar ekan burungi zamonda. Endi bu kiyimni elib bo'yab bo'libdi. Yoki saypunga bilib tiktirib bo'libdi tikuvchiga. Yoki ma bir masala. Aw latta sawiqa bi samnin degan, aw khalata sawiq degan bo'ldi. Khalata sawiqa bi samnin. Ya'ni sawiq degan talqonni bi samnin siriq may bilan aralashtirib bo'libdi. Talqon deb biladim, talqon. Talqonni bilasizlarmi? Talqonni elib buni samin siriq may. Samin degan siriq may. Talqonni siriq mayga aralashtirib ishlatadigan bo'lgan. Talqonni siriq mayga aralashtirib bo'libdi. Talqonni bir adamdan olibdi, siriq mayni o'zining yonidan chiqarib ikkisini aralashtirib bo'libdi. Summa tala'a ala aybin. Ondan keyin aralashtirib bo'lgandan keyin bu olgan malda aybni bayqab qolibdi. Ayb bor ekan. Qanday qiladi? Buni hukmi nima desa, raja'a bi nuqsanihi. Bu chaqda malni qaytarish yo'q. Buning malni qaytarish huquqi yo'q. Malni qaytara olmaydi. Bu chaqda bi nuqsanihi degan shu kamlab ketgan qismini. Masalan 10 ming ko'y olgan bo'lsa, 1000 ko'y 2000 ko'ylab tijoratchilar ham bunda ayblar bo'lsa, buning bahasi bunda bo'ladi deb tijoratchilar budab bergan baho bo'yicha pulni bahasini tushirib ziyoda pulni qaytarib olsa bo'ladi. Bo'ladi yo haqqi bor. Haqqi bor yani. Hammasi haqqi bor degan gap edik. Va laysa lil ba'i'i ay ya'khudahu. Sotquchining ay ya'khudahu degan ani tatib elib haqqi yo'q. Endi bu yerda chunki nimishqa? Chunki bu ko'ynak qilib tikibdi. Ko'ynak qilib tikizgandan keyin bu az ziyoda bo'lib qoldi. Kimning haqqi ziyoda bu yerda? Mushtarining haqqi ziyoda. Chunki mushtari ko'ynakni raqni elib, gazimani elib, ko'ynak qildi, uni pul berib tikizadi, bu ziyoda bo'ldi bir. Uni keyinidan talqonni elib, uni to'ng'oq aralashtirib, nima, sariq mayna aralashtirib qo'ydi. Endi ziyoda bo'ldi. Demak, bu ziyoda bo'lgandan keyin sotquchi buni, "Akram hisobdan kelgan bu elvolay, qaytib qo'y" deb, "Men siz 10 ming ko'y sotgandim sizga, mana 10 ming ko'y pul, mana ekramani" deb qaytirib elib olmaydi. Nimishqa? Chunki ziyoda. Lekin bu masalani, bu davoni qanday hal qilamiz? Ya'ni, hamisi ayb bo'lgan malda, ayb bor ekan. Ayb bo'lsa, hamisi 10 ming ko'ydan 1000 ko'y tushpadim. Meni 1000 ko'y pulingizni qaytirib beradi, yoki 1000 ko'yni ekran deb 1000 ko'yni oladi, shundan g'allasa qaydi. Hukmni mensa qaytadigan gap. Xo'sh. ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يرجع. Xo'sh. Endi bizga yana bir masala keldi. Bo'lsa, mas'alatu ma'rifatil aybi ba'dal halak. Endi mal hilakilab bo'lgandan keyin bir odamni bir malni apti. Bu mal tugab ketib bo'lgandan keyin buniki malniki ayb borligini bilibdi. Buning masalasi nima? Bir odamning mal apti. Bir narsa apti. Bu narsaning aybini bu narsa bu vaqtida bilinmabdi. Lekin bu narsa halok bo'lgandan keyin, bir sababli halok bo'lgandan keyin bilibdi. Buni hukmi nima? Buni qanday qilamiz? Bu masala.
ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات. Endi bir adam bir quldan bir narsa setib olibdi. فأعتقه, qulni setib olib ozod qilibdi. Qulni setib olib ozod qilibdi, shu qul yo'qoldi degan gap. Aw mat, yoki qul ulab qolibdi. Yoki qulni abdi, qulni ya ozod qilibdi yoki u qul ulab qolibdi. Demak halok bo'lganning hukmida. Summa tala'a ala aybin. Ondan keyin bu odam qulni setib olib, qulni ozod qilib bo'lgandan keyin yoki qulni setib olib, qul ulab bo'lgandan keyin u qulda bir ayb borligini bayqab qolibdi. Bu qulda ayb bor ekan. Shuning keyin ayb borligini bilibdi, baldi bilmabdi. Agar baldi bilsa tabiiy yanalaydi, tabiiy yana chalaydi. Endi bu halok bo'lgandan keyin buni yandira olamdi uni? Qulni yandira olamdi? Yandira olmaydi. Summa tala'a ala aybin. Qanda u chaqda qanday qiladi desa, raja'a bi nuqsanihi. U chaqda amisi 10 ming riyal sotgan bo'lsa qulni 10 ming riyal sotgan bo'lsa, amisi bozorga bo'yicha menda aybi va qulni qancha pul sotadi? 9 ming riyal sotadi. Amisi 1000 riyalni qaytarib ber. Deb sotuvchidan 1000 riyalni qaytarib ola oladi. Endi bu narsa faqat qul Endi fa in qatala al-mushtari, agar sotuvchi qulni o'ltirib sapti endi. Ya avay qul o'ltirgandan gapini deyishyapti-lar. Qulni o'ltirib sapti sotuvchi. Aw kana ta'aman fa akala. Bu tamoqkan olgan narsa, sotib olgan narsa tamoqkan, ovqatgan, uni yeyotibdi. Yeyotgan bo'lsa, undan keyin buning aybi borligini bilib qolibdi. Qulni o'zi o'ltirib o'tibdi, xo'jayinisi. Yoki tamoqkan bu tamoqni yeyotib qolib tamoqdan keyin, "Voy, aybi ekan bu o'xshamabdi bu tamoq" deb keyin chiqargan bo'lsa, lam yarji alayhi bi shay'in fi qawli Abi Hanifa. Abi Hanifa rahimahullohning qavlida uning nechimini qaytara olmaydi. Undan 1 riyalni qaytarib bermaydi. Sotuvchi uningga sotuvchiga 1 riyal ham qaytarib bermaydi, hech kim qaytarib bermaydi. Chunki uni o'ltirib aytganlik uchun. Ya'ni qaytarib olmaydi. Qaytarib olmaydi degan. Lam yarji degan, ya'ni sotuvchidan, nima sotuvchidan sotuvchi bir narsa qaytarib olmaydi. bitta qo'y misol sotib oldi, qo'yni so'yib ovqat qildi. Qo'yni so'yib misol qo'yni va qala Abu Yusuf va Imom Muhammad rahimahulloh sahiban yarji'u, ya'ni nuqsonni qaytaradi. Shu qancha pullik ya'ni ba'zi tushgan bo'lsa, shu tushgan bahoni qaytarib oladi deydi. Al-fatwa mushkilanni sizga deydi. Keyingilar fatvoni keyingi shu Imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammadning so'ziga qilishgan, lekin ixtilof bor masalan. Nahayat ko'p. Ya'ni fatvoni bir keskin olmaydi. Ya ba'zida uning, ba'zida buning. Shuning ham bu vaqtda murassa qilishgan yaxshi. Ya'ni rozi bo'lsa ikkisi. Shu bo'yicha yaxshi. Xo'sh. ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بشيء فإن قبله في قضاء القاضي فله أن يرده على بائعه، وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده. ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسمي العيوب ولم يعدها. Xo'sh, endi eng oxirgi masala, bu babdagi eng oxirgi masala mas'alatu dabiti fi raddil abdi bil aybi. Endi qulni ayb bilan qaytarishdagi umumiy qoida. Va man ba'a 'abdan fa ba'ahu al-mushtari. Qanday odam bir qulni setibdi. Fa ba'ahu al-mushtari. Uning keyinidan u qulni setib olgan odammi setibdi? Sotuvchi setibdi avval. Undan keyin setib olgan odammi, umi setib o'tibdi qulni. Ikkinchi qo'lga o'tib ketibdi. Uchinchi qo'lga o'tib ketibdi qo'l. Summa rudda alayhi bi aybin. Undan keyin uchinchi setib olgan odam yoki ikkinchi setib olgan deylar, ikkinchi mushtari, ikkinchi setib olgan odam birinchi mushtariga bu molni ayb chiqib qolib qaytarib beribdi. Fa in qabilahu bi qada'il qadi. Agar buni mushu birinchi mushtari yandirib akab bergan molni qozining hukmi bilan qaytarib olgan bo'lsa, qoziga e'lon qilib buni, amis qozi menda tamoni besib, amisi molni qaytarilgan bo'lsa, qozining hukmi bilan qaytarib olgan bo'lsa, falahu ayyaruddahu ala ba'ihi. Ya'ni birinchi mushtarining bu molni dastlabki birinchi sotuvchiga qaytarish huquqi bor, qaytara oladi. Va in qabilahu bi ghayri qada'il qadi. Agar
u malni bilgim diyor. Endi qaytırıp edip ikinci satib algıcı qaytırıp ekerse hem akılımız deb algan bolsa, qazının hükmü bilen emaslam. Ha bulaptı meyle deb algan bolsa, bunun feleyse lehu eyyaruddahu. Buniki malni dastlabki birinchi satqıcıga qaytırıp huquqi bo'lmaydi. Nimishqa? Nimishqa bo'lmaydi u desa, chunki sodada men 5 degan sizga. Talash tartish kelib chiqadigan har qanday ish sodada cheklanadi. Talash tartish kelib chiqadigan har qanday ish sodada cheklanadi. Ya'ni men bir odamga mal sotdim. Bu malni yeni bir odamga sotdi. Sotgandan keyin u sotgan odam malni ayib olganda buning endi ekansa, bu mening ekansa men nima deyman? Men sizga sotib qo'ygan malni sizga sotib shuni menda ayib yo'q deb turib olaman. Ya'ni shuni u men bilan janjal qiladi. Men talash tartish kelib chiqadi. Ammo u uni yandıracaqda qazini qapır mana bu malda bunda ayib bor ekan qozi hazratlari. Bu malda bunda ayib bor ekan. Shu sababdan ham men bu malni qaytarib oldim. Men bu malni asli egasiga qaytaraman deganda qozi ko'rsatib tamg'olatib qilgan bo'lsa, qozi qaytarib biladi. Asli egasiga. Nima talash tartish chiqmaydi. Tushundinglarmi? Yani talash tartish chiqib g'alla chiqadigan bo'lmaydi. Ve men ishtara abdan amdi. Ve men ishtara abdan ve şaratal bara'ate min kulli aybin feleyse lehu en yeruddehu bi aybin. Amdi. Her qanday adam bir qulni setib yaptı. Qulni birine setib yaptı. Ve şarata el bara'ate min kulli aybin. Amdi satqışı hem ediyor. Ve şarata meyadik şarata satqışı yanıdı. Satqışı her qanday ayıptin ayıp bulab qalsa bu malda her qanday ayıp bulab qalsa ana bari'un min hada. Men bunundan çıkarga işim yok. Yani bu malın ayıp bilen benim işim yok. Ben bunu bizlik sattım. Nime ayıp çıkıp qalsa benim işim yok deb satqıcı mani şart etken bolsa, kelishib boshqa. ha. Qanday endi men sizga ya azam berdim masalan. Bu malni sizga azam berdim, arzon. Am bunu ayıp çıkıp qalsa o'zingizga. Deb şart etken bolsa, feleyse lehu en yeruddehu bi aybin. Yani setib algıcının o malni ayıp bunda ayıp çıkıp qaldı deb qaytırış huquqi yo'q. Qaytarammaydi. Ve illem yusemmil uyuba ve lem yauddaha. Egerçende av setuvağıcı, satqıcı bunun anda ayıbı çıkıp kalsa, bunda ayıbı çıkıp kalsa hep sanımagan bolsun mu? Atap ben bilgen bolsun mu? Çıkıp bu malda ayıp bulup kalsa ben igemez dep satkan bolsa, bu malda ayıp bulup kalsa ben igemez dep satkan bolsa, setuvağıcının ki yandırış hukuku yok. Manım bilip koysanlar. Eğer ticaret olsanlar, eğer bunu da ayıp bulup kalsa ben yandırmayım. Yandırış yok. Külüp elin, abdan külüp elin mal aldığınızda, külüp elin eğer malda ayıp çıkıp kalsa ben igemez dese, qanday ayıp çıkıp kalsa hatta üstten gelip taş atkan bagajı mal olsun mu? Qaytaranmaydı. Bana dükkan çöp kapıp kalsanlar, yaxşı. Ondan olsa, ben şu ayında satıp memnunum diyorlar inşallah. Ve illem yusemil uyuba degan ayıplardan ayıpmadı. Ayıplarını etmedi. Velem yauda sanımadı. Ha, yauda sanımadı. 1 2 3'te bunda ayıp var, bunda ayıp var, bunda ayıp var sanımagan olsun mu? Ayıplarını bunda ayıp var deb etmegan olsun mu? Men malda ayıp çıkmaz, men igemezsem degan bolsa, setib algıcı malni qaytaranmaydı.